Salom do'stlar, sizlar bilan bugun Playmaster kanali. Bugungi videomizda biz Brawl Stars o'ynaymiz. Brawl Stars'da Starnovaga 3 raund одиночныйda o'ynaymiz. Qani go bo'lmasa. Uchovda ham одиночный birinchi o'rinni olishga harakat qilamiz. Qani go. O'sha birinchi raundga tushib oldik. Hozir kimlar bilan tushganimizga qaraymiz. Oho, ancha zo'rlar bilan tushdik deyman-da. Mayli, hech qisi yo'q. Starnovani cheat base deb aytishmoqda. Agar o'shani sinab ko'ramiz, agar cheat bo'layotgan bo'lsa, biz uni Vensterga ko'p darajada oshirib, 1000 qilishimiz mumkin. Unga Prime ochamiz. Lilini Prime'ni ochib bo'ldim. Endi kittikini ochmoqchiman. Kittikini ochayotganim uchun like bosib qo'yinglar. Kitga hozir 18 Venstergim bor. Agar kitga yutqazib qo'ymasam, keyingi videolarda o'sha 18 Venster'da ko'rsataman sizlarga. Oho, amirim zo'r bayiqchalar bor ekan, o'shalarni birinma-ketin o'ldirib, birinchi o'rinni olamiz. Feng bilan Colt ketma-ket o'ldirdim. Starnovaga aytayotganlarda juda oson ekan. Ko'rib turganingizdek, tezda klaminaga chiqib ketmoqdaman. Starnova uchun alohida like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Birinchi raund tugadi. Birinchi raund o'zi 14 kubik oldik. Endi ikkinchi raundga go. Ikkinchi raund kimlar bilan tushamiz ko'ramiz hozir. Mana ikkinchi raundga kirib oldik. Endi hozir ikkinchi raundga ko'rsatma kim bilan tushishimizni, lekin farqi yo'q, internet zo'r ishlamoqda. Biz shundan foydalangan holda Starnova bilan birinchi o'rinni olishga harakat qilishimiz kerak ekan. Rostdan Starnova vashti zo'r bayis ekan. Starnova uchun alohida like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Endi esa o'yinga qaytamiz. O'yinni 5 kishi qoldi o'yinda. Mana bu Olli ham asab buzmoqda. Hozir o'shani yo'q qilamiz. Juda asab buzgan bacha ekan, o'zi ham asabni ham buzdi, shuning uchun uni o'ldirib tashladim. Endi mana bul ham asabni o'ynayapti asabimga. O'shani ham kelinglar yo'q qilaveramiz. Mana o'zi ikkita teksam yo'q qilib o'ladi, yana asab buzishini qaranglar buni. Starnova ikkinchi raund tugadi. Ikkinchi raundda ham birinchi o'rin olyapman. Mana quest bajarildi. 16 yutishga 500 ta XP beradi, bilasizlar. O'sha XP'ni oldim va men 27 ni oldim. Sizlar nachini oldingizlar? Yozib qoldirasizlar. Yaxshi, sehrit keldi. 200 HP plus tushdi. Hozir formula Brawler degan narsa kelgan. Brawl Stars poygasi. O'shanda qanaqa nagrada ketdi o'z ko'ramiz. Biz Edgar tanlaymiz. Edgarga tanlaganimga yaxshi narsa bergandi. Uyini boshlaymiz endi. 3-raundga tushib oldik. 3-raunddan keyin videomiz yakunlanadi. 3-raundga ham yaxshi zo'r odamlar bilan tushdik. Hammasi почти mefikda, lekin unga e'tibor qilmasdan hammasini yo'q qilamiz. Ikkinchi raund va birinchi raund yoqqan bo'lsa, ularga ham alohida like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq 100 ta bo'lsak, men Starnovani va Starnova yoki kitni min qilish haqida viktorina o'tkazaman va qaysi viktorinada yutsa, o'shani Prime ochaman o'shanga va o'shani titulini olaman. Kitni tituli Miau, Starnova titulini bilmadim. Agar chiroyli titul bo'lsa olaman. Kitniki ham vashti chiroyli. Mana Pearl asabga tegmoqda. O'sha Pearl o'zi yo'q qilib, birinchi o'rinni olishga harakat qilamiz. Mana o'zida 3 ta bayis qoldi. Hozir bayislarni izlaymiz, ularni birinma-ketin yo'q qilamiz. Mana o'z oyoqlari bilan kelmoqda. Stalknoveniyaga chiqdik. Yana bittagina bayis qoldi. O'shani o'ldirsak tamom. O'zga intereshlamay qoldi. Yana intereshlab ketdi. Yutdik. 3 raund sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Videomiz joyida yakunlanadi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha, shuncha video chiqarayotganim uchun albatta obuna bo'lib qo'ying.
bir kunda muncha video chiqarish oson bo'lmaydi. Sizlarni obunalaringiz uchun men shunday qilyapman. Agar shunday davom etsangizlar, men ko'proq video chiqaraman. Videom juda yakunlanadi. Xayr do'stlar, sizlar bilan bugun Playmaster kanali bo'ldi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha